Xitoyda bor-yo'g'i 20 daqiqalik shifokor ko'rigi menga $160 ga tushdi. Har safar 6 oyda shifokorga bir marta borib, sog'lig'imni tekshirtirib ko'raman va aynan bugun kasalxonaga ishim tushganligi sababli birdan kirib o'tishga qaror qildim. Bugun Shanxaydagi qimmat va xususiy klinikadan bo'lgan Jiahui Hospitalga keldim. Bu kasalxona ancha katta va barcha qulayliklarga ega, eng asosiysi mijozlarga xizmat ko'rsatishi 10 dan 10. Birinchidan shifokorlar ikki tilda muloqot qila olishadi va aynan chet elliklar uchun, ya'ni men uchun juda ham qulay. Shifoxona dasturi orqali onlayn ro'yxatdan o'tdim va ertaroq kelganim uchun bemalol qahva tayyorlab ichdim va biroz tashqarida o'tirdim. Keyin esa 5-qavatga, ya'ni men qabuliga yozilgan shifokor ko'rigiga chiqdim. Avval hamshira kelib qon bosimimni tekshirdi va shifokor kelishini kutib turishimni so'radi. Shifokor bilan 20 daqiqalarcha suhbatlashdik va oxirgi paytlar klimat o'zgargani uchun sog'lig'imdagi muammolarni bo'lishdim va shifokor esa menga qon analiz topshirishni va bir qancha vitaminlar yozib berdi. Analizlarni topshirdim, 1-qavatga, ya'ni dorilarni olishga tushdim. Hayotgacha hech qanaqa qo'limga qog'oz berishmadi. Barchasi onlayn, shunchaki QR kodni skaner qilishdi va dorilarimni qo'limga berishdi. Bu xarajatdan menga tekinga tushgandi, chunki buni sug'urta qoplab beradi. Xitoydan ko'proq videolar ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'lib qo'ying.